2026 yilgi yangi Ravon Matiz avvalgi avlodlardan yanada zamonaviy, ixcham va tejamkor bo'lib chiqdi. Bu model shahar hayoti uchun eng qulay avtomobillardan biri sifatida tanilmoqda. Yangi dizayni bilan Matiz yanada jozibador ko'rinishga ega. Old qismi o'tkir chiziqlar bilan bezatilgan, faralar LED texnologiyasiga ega va avtomobilga sportiv ko'rinish beradi. Salon ichki qismi ham sezilarli darajada yangilangan. Endi unda yumshoq materiallar, qulay o'rindiqlar va 7 dyuymli sensorli multimedia ekrani mavjud. Android Auto va Apple CarPlay tizimlari bilan mosligi tufayli siz telefoningizdagi barcha ilovalardan to'liq foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, havo haroratini avtomatik boshqarish tizimi, orqa kamera va usportlar ham qo'shilgan. Texnik jihatdan Ravon Matiz 1.6 litrli benzin dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, 68 ot kuchiga ega. Yoqilgi sarfi juda tejamkor. 100 kimyolga atigi 5 litrgacha benzin sarflaydi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari taqdim etilgan. Bu esa haydovchilarga o'zlariga mos variantni tanlash imkonini beradi. Xavfsizlik masalasida ham yangi Matiz yaxshi darajada. Unda ABS tormoz tizimi, ikkita xavfsizlik yostigi, tormoz kuchini taqsimlash tizimi va bolalar uchun isofix tizimi mavjud. Shuningdek, shahar sharoitida to'xtashga yordam beruvchi sensorlar ham mavjud. Ravon Matizning bagaj hajmi kichik oilalar va kundalik foydalanish uchun yetarli bo'lgan 250 litrni tashkil etadi. O'rindiqlarni buklash orqali bu hajmni yanada oshirish mumkin. Narxi hamyonbop bo'lib, Ravon kompaniyasi uni arzon, ishonchli va qulay shahar avtomobili sifatida taqdim etmoqda. Bu model yoshlarga, ayollar va yangi haydovchilarga ayniqsa mos keladi. Umuman olganda, 2026 yilgi Ravon Matiz tejamkorlik, zamonaviy texnologiyalar va ixchamlikni birlashtirgan mukammal shahar avtomobili.